1-0. Garsiyaning qo'pol xatosi biroz xaos yuziga kelishiga sabab bo'lib qoldi va Garsiya, biz maqtagan Garsiya hozirgi vaziyatda xatoga yo'l qo'ydi. Umuman biror jiddiy xavf kutilmayotgan vaziyat edi bu. Takroriy lavhani ko'raylikchi, nima bo'ldi? Kim chalg'itib qo'ydi Garsiyani? To'pni oyog'i bilan to'xtatib olaman deb o'yladi Garsiya. Allaqachon gol bo'lgan ekan o'zi. Bu vaziyatda Lukman emas, sal avvalroq gol bo'lgan ekan Erik Garsiyadan. Lekin hozir Lukman hisobiga yoziladi menimcha gol, chunki to'p chiziqni kesib o'tganligini ko'rishmadi hakamlar. Garsiyadan Garsiyaga pas. Va mana to'liq kesib o'tgan to'p. Mana shunday kutilmagan start. Va Atletico aytganimdek, mana ko'rib turibsiz, 1-0 ga hozircha katta bo'sh zonada. Barselona futbolchilari tezlik bilan himoyaga qaytishdi, lekin hali ham bo'lsa qanotlarda bo'sh zonalar bor. Aynan shundan foydalanishga harakat qilyapti Atletico. Yaxshi uzatma. Griezmann zarba va gol! 2-0. Griezmann sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etyapti va farqni ikkitaga yetkazib qo'ymoqda. Qarshi hujumlardan foydalanishni boshladi Atletico. 2-0. Boshqa qilyapti. Joan Garcia, Fermin Lopes esa jamoadoshlaridan biroz norozi bo'lmoqda. Ular himoyaga qaytishga ulgurishmadi menimcha. Lekin biroz tartib buzilib ketdi. Sun'iy ofsaydga ushlash bo'yicha albatta bilasiz, usta Barselona raqibni, lekin hozir bu sun'iy ofsaydni ushlash qiyin edi, chunki hamma tarqoq holatda edi va aynan mana shundan yana o'sha xaosdan foydalanib qoldi Atletico. Griezmannning albatta ideal zarbasi uzoq pastki burchakka va Garsiyaga hech qanaqa imkoniyat qoldirmadi. Ustak kunda bu yerda to'sib ham turgan ekan Garsiyaning o'sha ko'rish imkoniyatlarini. Frenkie de Jong esa kimgadir sariq kartochka so'ramoqda. Simeone o'z ishini qilyapti. Stadionni ko'rsatib, bu stadion egasi Atletico ekanligini eslatib qo'ymoqchi shekilli. 15 daqiqada 2 ta gol. Barselonaga albatta bu o'sha birinchi gol ruhiy zarba bo'ldi menimcha. Qaysidir ma'noda barcha futbolchilarning ruhiyatiga bu salbiy ta'sir o'tkazgandek, paslar bilan kombinatsiyalar orqali bo'lyapti. Yana Simeonedan pas va Alvaresdan ham pas. Lukman zarba va gol 3-0. Ademola Lukman Barselona darvozasiga baribir gol urdi va Simeonening xursandchiligini ko'rib turibsiz. Yana himoyadagi xato Barselonaga pan bermoqda. Bu safar ham sun'iy ofsaydga ushlashga kelganda Simeoneni o'tkazib yubordi Barselona himoyachilari va bu uchun mana shunday tarzda jazolanishmoqda. Simeone u tomonda muxlislarni qo'llab-quvvatlashga chorlayapti. Giuliano Simeone esa Lukmanga qandaydir ruhlantiradigan gaplarni aytmoqda. Zo'r kombinatsiya qilishda tan olish kerak. Atletico ham mana shu vaziyatda kombinatsiyani juda chiroyli tarzda amalga oshirdi. Griezmanndan Simeonega, Simeonedan Alvaresga. Alvares hammani o'ziga jalb etib, keyin Lukmanga pas berdi va Ademola Lukman yakun yasadi ushbu chiroyli kombinatsiyaga. Yo'qotishlar Barselonaga baribir pand bermoqda, tan olish kerak. Buni biroz bo'lsa-da berkitishni yo'lini topayotganida Hansi Flick nisbatan kuchsizroq bo'lgan raqiblarga qarshi uchrashuvlarda, lekin mana bu o'yinda baribir ular kerakligi sezilib qolmoqda. Hujum tezlikda o'tkazib qo'yapti Balde va Lukman. Pas Alvares zarba va gol 4-0. Nimalar bo'lyapti bugun Metropolitanoda? Simeone jamoasi nimalar qilib tashlayapti Barselonani? Birinchi taym qo'rqinchli tushga aylanib ketdi bu yog'iga. Himoya, yana himoya. Yana o'sha o'ng qanot, yana o'sha Giuliano Simeone va yana Balde uni o'tkazib boryapti. Vaholanki qanday tezkor himoyachi ekanligini bilamiz Baldening, lekin bugun uning tezligi ham yetmayapti. Julian Alvares ham hattoki gol urdi mana.
Ancha murakkab zarba, uni endi bemalol mo'ljalni olib zarba berishiga qo'yib berishdi. Shu sababli ham zarba mana shunday murakkab chiqdi. Juda og'ir taym, og'ir bo'lim bo'lmoqda Barselona uchun. Har bitta golni mana shunday nishonlayapti Diego Simeone. Endi Barselonaga qarshi uchrashuvlardagi albatta statistikasini bilasiz, juda ham yomon. Xumordan chiqyapti u ham. Shok holatida Frenkie de Jong, Lamine Yamal